Nima? Menga ahmoqchi menni cho'ntiksan-ku. Nima ishqilsa? Endi qaytamdiq. Kim sizni yaxshi ko'raman debdi. Ma'qulmi jilim? Kaynimdan paylab yurguchi bo'ldingmi? Ulalma, chidimsan qo'yda. Buzuq, yo'qa, ko'zimga ko'ringichi bo'lma. Pulungni nima deb manfaat qilsa? Sen meni bilmaydi demsan? Qaysi kuni kimning mashinasiga chiqding? Kaynimdan paylab yurgidek bo'ldingmi? Ulalma, chidimsan qo'yver. Buzuq. Yo'qa, ko'zimga ko'ringichi bo'lma. Qani xo'sha. Pa, bir parcha otqa o'zi. Mashina chiroyli xotin elib olsa, jannatga kirgandek bo'ladi-da, adi. Kasatlarni kimni nisib qilasa? Hoy, adash, insof qilinglar. Guldek ayolning o'tirib bizdek boytaq bolalarning ustida ko'zingni qizatmanglar-da. Biz yashaylik. Ha, Ali adash, ayolingni almashtiray demsan nima? Voy, shundaq bo'lsin bo'pti. Shuncha savdo qilib pulni tepibdiman. Endi ha ko'msanmi bo'lmas? Sanki pul tepib ayolingdan chinibsizlar-da, adash. Hey, og'illar, bo'ldi qilinglar. Hey, qizni qaysinglar to'niysizlar, ha? O'cho, bizning mahalladagi Saud ustamning qizi. Saud ustamning? Ha, ismi Guljamol. To'liqsiz o'tirib bitirgandan keyin yuqorilab o'qimadi. Olsak uniga uzilmay elchi kelib o'tibdi. Lekin ota-onasi qizimiz kichik deb kelgan elchilarni qaytarib o'tibdi. Ha, mana ma kava pishkatdi. Ag'ash o'ltiringlar, ha? Ha, qani elinglar, ag'ash o'ltiringlar. Ag'ash o'ltiringlar. Ha, elinglar ag'inglar. Qani. Xo'sha, bir yarim tinchga o'tiraylik. Ha, qani, xo'sha. Ali. Ishinglar. Xo'sha. Bu ishni Guljamolga debmi qo'ymadik.
Almadız qo'shilmay qolsa, urug' tuqqanlarning oldida sat turamo endi. Nima deydigansizlar, apisi? Guljamal qizimiz shundoq obdan cho'ng bo'ldi. U bizning gapimizni anglaydi. Onundan ansirash hojatsiz. Biz hadislar elchilarni yandırıp etsek taza obdan bo'lmaydi. Men Tursun qarimning o'g'lini obdan tanıyman. Mashina remont qilishdi kuni ba. O'zi yavaş, obdan bola bo'pti. Qizimiz jafo tatib qolmagandak. Onun ustiga Tursun qarimmi bizga shirim tuqqan keladi. Mushundaq yaxshi yerga qizimiz yoqtimas deyman, ha? O'g'o shundoq dadisi. Shundaqdimi qizimizni bir xabarlantirib qo'ysak mekin deyman, ha? Hay. Bo'ldi. At keladiganlar kelib, ish bitgandan keyin onda desakmi kechikmaymiz. Men shu qizimizning baxtini o'ylayman-da, xotin. Qani mansla. Qani ma'ni mehmonlar. Ha, biz kelyapmiz, ha? Akaslar, dasturxonni men olay. Seni avar qilib. Qani, marhamat. Saudga. Bir Tursun qarının oğlu Hamidcan'a qizlari Guljamalni so'rab keluvdi. Hamidcan qo'li go'l, o'zi yavaş, Xudoning mo'mini degidek obdan bola bo'ldi. Alloh nasib qilsa nikohga ayib qani har qaysilari nima deylikin. Özlerden degindek bo'lsin. Biz rozi. Qanamsa o'zlar bir duo qilib asla. Amin. 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 Birahmetika arhamar rohimin. Allahu akbar. Men do'konga ketdim Guljamal. O'zingizni ishga pek urib ketmang. Ishkira o'ydagi tatmiga pul sep qo'ydim. Bir narsa olsangiz shu yerdan ep ishlatasiz. Men ketdim amsa. Amsi baldiroq qaytib kelasiz. Ha. Voy, balla ko'rinmaydi-ku. Ular qo'yildi o'ynayotdi. Ha. Xo'sh ballalarim. Dada xo'sh. Xo'sh balam. Xo'sh. Qizim, men birdamgacha qaytib kelaman. Sizlar jidal qilmay o'ynab turinglar, ha? Sizlarga jiq narsa ag'ash kelaman. Ma'qulmi? Tatliq qizim. Mana segizgan pitakilishni unutib qolmang amsa. Ma'qul, ikkilanlar akilman. Urushmay o'ynanglar, ha? Ay, odaş. Ol qizini to'nimsizlar. Har haftada degidek bizning mush yerda raqoladi. Biror boyvachchining qizimi nima? Nim deydigansizlar. Ikki bolasi va cho'kan u. Yang avat yo'lida mashina remont qiladigan Hamid Yuvashning ayoli. Ha, mundaqdanlar. Bir qarsa to'y qilmagan qizdek ko'rindi ekan. Hamid Yuvash hunarga puxta, o'zi mo'min, kayf safodi yo'q yigit. Topqinning hammasini uyga kirdi. Uning ayolimi pari sifat o'tdan cho'kan. Xudo qo'shgan bir juftlardanlar ular. Ha, shundaqmi? Baxtli kanjimi ular? Obuljon, 18-numurlik kulash. Ha, mana. Mana usta. Ustam, yangimiz kelibdi.
Hamid tamoq ekeldim, issiq deyaveling. Mana hozir. Çay içeceğim. Bugün muşinçlik taparat oldu. Xərcitsiniz mi? Banka qoysanız məyli. Özünüzde tursun. Yenila, sizdə turğun yaxşı. Bob dəmsə, mən saxlab qoyay. Ama kızım. Kele bala. Voy, tinchlikmi? Tinchlikmi adaş? Voy, adaş, qaltis bo'lib ketibsizlarmi? Hamitchaning tapqinning hammasini o'zinglar xashlayapsizlar nima? Undaqmi emas, Hamidjon kunlik sodining hammasini o'zing tuting deb menga berdi. Uyning ushaq-tushak ishlari, balalarning kiyim-kechaklari degandek narsalarni o'zim bir taraf qilman shu. Mundaq tanglar. Hey, nima oldinglar? Men bir ko'rib boqay. Bek chiroyli ekan. Vaqting yetsa uyga berib o'tirib ketasan adaş. Xo'sh, adaş. Meni ko'rishamiz, xo'sh. Hamid, do'stim to'yga chaqiribdi ekan, berib kelaylikmi? Men bek erib ketdim. Vallahi qarab turay. Sizli berib kelsiniz. Əmsi mən berib gələk, vaqt toşub qapdı. Baldurraq qayıtıb gələsiz. Maqul. Teyze bak hele. Adaş, bu toy be kızı da. Şundigine adaş be kızdı cuma. O'tiravermay bizmi o'ylayli adash. Qopmam semse. Qopayli. Ya
Sorunimizning kayfiyati shundoq yaxshi bo'lyotdi. Tövəndə qiz yigitning hurmatiga ko'pchilikni bir maydon tansiga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Gülcemal, men siz bilan uchrashadigan shunday bir kunning kelishini qanchalik taqozzorlik bilan kutganligimni bilamsiz. Bugun men sizni ko'rib, xushalligimni ichimga sig'dirolmayapman. Men erlik ayol kasga emas xiyollar. Men hammani bilaman. Talabimni rad qilmaysiz. Mening sizga deydigan muhim gapim bor edi. Ila sizni uyingizga olib qo'yg'ach, davasam, mening ko'nglimni tushunib qo'ysangiz Guljamal. Ma'qulmi? Ha? Mana bundaq gapni Men qilma. tushunaman. Ma'qul desangiz, ha? Ahir yana birer cevap verin. Mengisini süygene süygen. Oh, 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 Gülcemal, sizni olib qo'yay. Gülcemal, ma'qul desangiz. Men sizni rostli yaxshi ko'rib qoldim. Talabimni rad qilmaysiz, ha? Mana bundaq gapni qilmang. Men uy o'choqliq bo'lib qolgan ayol. Gülcemal, ma'qul dang. Men sizni to'y qilmaslikni yaxshi ko'ratdim. Buni itingizdan yening. Gülcemal, to'xtab turing. Talabimni rad qilmaysiz, ma'qul dang. Gülcemal!
Assalomu alaykum. Voy, qanday ahvolinglar? Qadiminglar Yaxshi yetib qapti-ku. O'zingning-chi? Yaxshi-ku. Tafavutun kuni-kuniga yaxshilanib bizda ko'nag'ilaringni unutib qolyapsan, jima. Nədiki ne? Aras, ishlaringlar qanday bo'lib ketdi? Sening yo'ling kundan-kunga echilg'ini bilan bizning tasdigina adash. Pulni-chi, sendek pulni jiqtab qilganlarning yanchig'i qilamagan gapkan. Shunga ancha-muncha pul tepishning yo'lini ko'rsatib qo'yamdikan deb kelishimiz. Ay, nemisini deysa adash. Mening savdoda azroq tajribam bor shu. Qaranglar ichilib ketgan do'konlarga. Hozir oladigan odamda sotadiganlar ko'p tursa, mening ishim ters. Adash, anglasam ayolingdan ajrashib ketibsan, ha? U gapni bir demanglar. U sarangdan yomon tez qutuldim danglar. Hey, adash, shanba kundagi to'yda Hamid Yavashning ayoli Guljamalga chaqishib qolgansan. Yurakka o't tushibdi-da. Hey, qalayga yaqinmanglar. U xotinning ikki bolasi bajimi. Ikki bolasi bor ayolni tepib olib, bizni eshib ketganini cheyni damsa bo'lmaydi, jima. Yaqinmanglar, boshqalar anglab qolsa turdi. Tamoqchi qilma. Hey, adash. Burning maqchib ketmasa, Ay, bosh-bosh gap qilinglar, men savdo qildigan-ya. Bugun bizni obdan bir mehmon qilasiz, bir vaqt tomoq yeyamiz. Ha? Meni qo'yg'ini kelsan-da. Bo'ldi. Mangaylicha. Yomon qo'ymichilar-da. Nima yeysizlar? Men mehmon qilay. Nima bo'lsa bo'laver. Qanday qag'illar? Endi rozi bo'lgansizlar? Rozi bo'ldi qada. Tamoq chekinglar. Oy, adash. Mashinangni almashtirayotgan o'xshamamsa? Almashtirib etdim. Men demedimmi, adash? Bu adash pul topgan siri hamma narsasini almashtirg'isi keladigan bo'lib qopti. To'yimizda ko'nag'illarimni almashtirib yutamdi taxi. Adash, men senga gap qilyapman-a? Hey, og'illar, mening muhim ishim chiqib qoldi. Men bang'ashtiray, ha? Nima qilgani bu adashning? Gap qilmaylik ketib borda. Diqqat qilmabsan-da. Baya Guljamal degan heliqi chokan o'tib ketgan. Shuni ko'rib qoldim, og'ay. Bu adash bu ayol zotini ko'rsa o'zini tutamaydi zodi. Tinchlikmi Guljamal? Obdan turgansiz. Sizni qachon uchirtamankin deb ko'chirilib yurdim. Oxiri telekim ijobat bo'ldi. Guljamal, nima bo'ldingiz? Mendan xafa bo'lib qoldingizmi? Yo'q. Undaq yaxshi. Bugun biz bir oromxo'da mundaqsaq bo'ladi. Ma'qulmi Guljamal? Undaqda kechdi vaqtingiz bormi? Bir ma'qul debtingga Guljamal. Bek yaxshi bo'ldi. Uyingizga olib qo'yay. Yo'q, o'zim ketaveray. Ma'qulda. Bo'ldi, rahmat. Undaqda men mengaveray. Ati ko'rishaylik. Gapimizga. Bormay qo'ymang, ha? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Bak saqiltibatdimi? Sizni kamay qalamkin deb bak ansirdim. Ali. Ha? Nega bormiz? Ikkimiz ayrim paranglashadigan bir oromgoh bor. Biz shu yerga Bormaylik-chi. boraylik. Ma'quldan sizni hargiz deyap joyga olmayman. Yuring.
Mush yashu. Qani marhamat. Qani o'tiring. Efendim, hanım. Qandaq taam o ko'ngling latadi Ko'rib degan. baqay. Guljamal, siz buyurting. Xolig'ingizcha bo'lsin. Bo'ldi, o'zingiz buyurting. Ma'qullamsa. Mundaq bo'lsin. Chet elning eng asl arig'idan birini. Yana sizlarning mush aramgohinglarni qo'riydigan eng dangli qo'rmanglardan bir nechta taxsi keltiring. Bizni bak saqiltib etmang, ha? Tezroq bo'lasiz. Aras, choy kirib eting. Qandaq, bu yana muhit bo'lamdi ekan. Bak chiroyli ekan. Yardimi? Menga yaradi. Undaq bo'lsa, at yana mushundaq muhit yaxshi joylarga boraylik. Guljamalim. Sig'ib eling, ha. Osmanımda may turur Çılgıl sürlük canlısa Qani, bir rom ichib qo'ying, ha. Ta'mi qandaqroqdi? Men ichib baqmabdi ekanman. Oldi bilan ichib baqmabsiz. Men rostila haraq ichib baqmagan. Qiziq ekansiz Guljamal. Bu degan chet elliklar ichadigan bir xil ichimlik. Qani ichib baqmabsiz? Iching. Iching. Aras, ama qo'rimlarni ag'ash o'tiring. Voy, ishmabsiz-ku. Araq bo'lmasa ya, keling, bir so'qash turaylik, ha. Guljamal, bir qo'l tansa o'ynamdi. Ma'qul. Janim Guljamal, men sizni shu qadar yaxshi ko'rib qoldimki, siz o'tgan kunlarim men uchun ma'nisiz. Meningcha siz turmushda baxtli emas, shundaqmi? Ikkimiz bir-birimizga toza mos kelamiz. Guljamal, biz to'y qilaylik. Baxtli oila quraylik. Men sizni cho'qim baxtli qilaman. Talonlar atqamisiz Guljamal? Erim, balarim-chi, ulardan undaq oson ayirib ketamayman. Eng yaxshisi nima? Meni qo'rqityapsiz? Hozir degan erkin muhabbatlashib to'y qilgan davr. O'zingiz yaxshi ko'rmaydigan biri bilan qandoqmi shuncha vaqt birga o'tgansiz? Muhimi, hozir men sizni yaxshi Kim sizni yaxshi ko'rman debdi? Sizning ko'zlaringiz hammani oshkorladi, jinim. Menga ishoning, ha? Menga ishoning. Men sizni baxtli yaxshi ko'rib qoldim. Menga ishonmaysiz? Sizning ko'zlaringiz hammani oshkorladi, jinim. Ha? Menga ishoning. Men sizni cho'qim baxtli qilaman. Guljamal, menga ishoning. Biz cho'qim baxtli yashaymiz. Unda qilmang, Ali, bir kirib qasat turdi. Ikkimizning baxti uchun. Aras. Bu oddiy bo'lsa, sizga bo'lgan sog'an. Elang. Bek chiroyli ekan. Menga oldingizmi? Rahmat sizga. Saqlab qo'yaymi? Ma'qul. Rahmat sizga, Ali. Ali, erim balarim ansirab qolmasin. Vaqtida qaytaylik. Birdam o'tamamdoq.
qaytib ketaylik. Ma'qulamsa. Kutkichi. Hisobot qilib o'tiring. 1280 yuan. Bo'ldi, qaytiraman. Rahmat sizga. Qaytamdoq. Ma'qul. Nima degan mard, qo'li ochiq odam a? Mushundaq erkak tegsa, haqiqiy baxtli bo'lmandi. Menglab olarim. Dada, nega boyimiz? Dada, apam og'rib qoldimi nima? Uni doktorxonaga olib borsak bo'lmamdi. Apanglar bek erib ketibdi bolalarım. O birdan uxlab olsin. Biz tamoqni sirtda yeylik, bo'lamdi. Ma'qul. Opam sizga o'xshash mashinaning tagiga kirib ishlamasa nima ishga charchab ketadigandu? Apanglarım testi bolalarım. Kirqatlaringlarni yuyib, tamoqinglarni etib berdi. Yana uy tozlaydi. Shunga apanglarni hargizim xafa qilmanglar-juma. Bildim. Appa, yaxshi uxladingizmi? Fikringizchi? Dadam apanglarni uyg'otmanglar degan edi. Shun ufkam sirtda o'ynayotdi. Yaxshi bo'pti. Maktabga bormadingizmi, qizim? Bugun shanba, maktabga bormaymiz. Appa, bizda tushlik tomoq yemadik. Nima, hozir tush bo'lib ketdimi? Ajab uxlab ketibdimi? Hozirla tomoq etib beray. Appa, mijozingiz bo'lmasa yana birdam yetib eling. Dadam apanglarning mijozi yo'q, uzunroq orom elib olsin degan edi. Men ufkamga qarab boqay, u nima ish qilyotdi ekan? Ma'qul, chiqib qarab ekan. Şamalarda şapisiz kilir Lersan suydum menzimge Şamalarda şapisiz kilir Lersan suydum menzimge Vısal için can kılgan dilgan Begişledim otluk muhabbet Vısal için can kılgan dilgan Begişledim otluk muhabbet Ketmeyenim değil Sevgin Güzel cananım Yürekli izim Ketmeyenim değil
gözlerge sil